Assalomu alaykum akalar. 5 kampli nabor tayyor. Mana bu yerda bittasini ochib qo'yganmiz. Bemalol ko'raverasizlar, lezolari обойма pashimlidan ishlangan. Ruchkalari Oryx steklo. Bu go'sht sotadigan pichog'i ham katta pichog'i. Bitta kichkina pichog'i. Lezvasi 21 sm keladi. Razdelka pichog'i. Terlaydigan pichog'i. Hammasi bir-biridan go'zal chiqqan. Bitta boltamiz. Bu qoladi, rasmini tushirib qo'yganmiz. Sredniy bolta. Bemalol qo'yga ham, molga ham tushiradi, lekin molga jicha kichkinalik qilib qolishi mumkin. Chexollarni ham qalin qilib ishlab qo'yganmiz. Mana 5 kampli holatda har xillaridan bor. Mana bunisida mana yana bir boshqachasi bor mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qanaqa nabor kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar